Atopik dermatitni parvarish bu davo chorasini 50% tashkil qiladi. Bugun sizlar bilan yoshga doir, ya'ni har bir davrda o'zini parvarishi va davolash usullari haqida gaplashamiz. Men Tursunova Xulkarxon Rustam Hajjayevna, bolalar gematologi va kardiorematologi, bugun sizlarga shu haqida tushuntirish berib o'taman. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, oldingi videomizda atopik dermatit haqida sizlarga to'liq ma'lumot berganmiz. Bugungi videomiz faqat har bir davrda yoshga doir bolani parvarishi va davolash choralari haqida gaplashamiz. Birinchi davr bu chaqaloqlik davr, eng muhim davri. Bu kasallikni erta belgilari paydo bo'ladigan davr bo'lib, taxminan 2-3 oylarga kelib kuzatiladi. Bunda yuzda avvalambor qizarishlar, dag'allashish va qichishish paydo bo'ladi. Biz bunda nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Atopik dermatit tashxisi qo'yilgandan keyin bunda teri parvarishi muhim rol o'ynaydi. Birinchi bo'lib cho'miltirishga diqqatimizni qaratamiz. Bunda cho'miltirish har kuni bo'lishi kerak va 5-7 daqiqa iliq suvda, issiq suv mumkin emas. 5-7 daqiqa cho'milgandan keyin bolani 3 daqiqa ichida emolentli krem surtishimiz shart. Bu 3 daqiqa qoidasiga kiradi va cho'miltirish vaqtida hech qanaqa sovunlardan, shampunlardan, gelli dushlardan foydalanish mumkin emas. Faqatgina emolent saqlovchi vositalardan, gigiyena vositalaridan foydalanishingiz mumkin. Bizda bunda asosiy maqsad nimadan iborat? Terini himoya qavatini tiklash, qichishishni kamaytirish va ozuqaviy allergenlarni pasaytirish hisoblanadi. Shu joyda yana bitta ma'lumotni berib o'tib ketaman. Sizlarga bolani terisini parvarishlashda juda muhim bo'lgan gigiyenik vositalar, emolent saqlovchi krem va gigiyenik vositalar haqida ma'lumotlar to'plab, gayd tayyorlab qo'yganmiz. Uni qo'lga kiritish uchun bizani Telegram kanalimizga o'tib olishingiz kerak bo'ladi. Telegram kanal ssilkasi ushbu video ostida izohlarda yozib qoldiramiz. Kasallikni, ya'ni atopik dermatit toshmalari ko'payib zo'ragan vaqtida shifokor tomonidan belgilangan kremlardan, yallig'lanishga qarshi kremlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bunda o'sha asosiy krem surilib, 20 daqiqadan keyin emolent kremlarni surishingiz mumkin bo'ladi. Bundan keyingisi bu oziqlantirish. Bu juda ham muhim rol o'ynaydi. Agar bola ona sutida bo'ladigan bo'lsa, onani ratsionini boshqaramiz. Bunda qanaqa bo'ladi? Onani ratsionidan sut mahsulotlari, ya'ni sigir suti mahsulotlarini cheklaymiz. Bundan tashqari tuxum, shokolad va sitrus mevalarni vaqtinchalik cheklab turamiz va boladagi o'zgarishlarni kuzatib boramiz. Agar bola sun'iy smesda yoki ona suti bilan birgalikda smesda bo'ladigan bo'lsa, bunda kasallikni darajasiga qarab turib smeslarni tanlashimiz mumkin bo'ladi. Albatta bu yerda onani ratsioni va smesga e'tibor qaratiladi. Agar bolajonda o'rta og'ir darajadagi atopik dermatit kuzatiladigan bo'lsa, biza to'liq gidrolizlangan smeslarga, agar o'ta og'ir darajada kechadigan bo'ladigan bo'lsa, biza aminokislota asosida smeslarni tanlashimiz mumkin. Buni faqatgina shifokor nazoratida tanlanadi va tavsiya etiladi. Shuni yodda tuting, har doim ham echki suti asosida tayyorlangan smeslar xavfsiz bo'lavermaydi. Keyingi davr bolalarni parvarishi bu kichik yoshdagi bolalar parvarishi hisoblanadi. Bunda bolalar 1 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan davrga to'g'ri keladigan bo'lsa, asosan 2 yoshdan keyin bolajonlar bog'chaga borishni boshlashadi va bu davrda ko'plab muammolarga uchrashishimiz mumkin bo'ladi. Chunki ertalabki choylarda, bog'chalarda bizada sigir sutidan tayyorlangan har xil bo'tqalar, saryog'lar va ratsiondagi allergen moddalarga bolalar
qo'shilishiga to'g'ri keladi va bu paytda kasallikni zo'rayishiga sababchi bo'ladi. Bundan tashqari bog'chada bolalarda tug'ilgan kunlar sababli shirinliklar iste'mol qilishadi va bolajonlar yoshi o'sha 2-3 yoshga yetib borganidan keyin aqlini tanigan va nima xohlayotganini biladi va shu mumkin emas bo'lgan narsalarni talab qilishni boshlaydi. Bu davrda ota-onalardan judayam sabr va parvarishni kuchaytirish talab etadi. Bundan asosiy maqsad biza teri qavatlarini mustahkamligini oshirish va kasallikni zo'rayishini oldini olish bo'ladi. Bunda asosan parvarishni cho'miltirishdan boshlaydigan bo'lsak, teri parvarishida haftasiga 2-3 marta cho'miltirish tavsiya qiladi. Bunda ham issiq suvda emas, iliq suvda cho'miltirish va cho'miltirgandan keyin emollient saqlovchi kremlardan foydalanish. Emollient kremlarni kuniga 2-3 mahal, haftasiga 200 grammgacha foydalaniladi. Bundan tashqari yallig'lanish vaqtida yallig'lanishga qarshi maxsus kremlardan ham foydalanadi. Boya aytib o'tganimdek, avval yallig'lanishga qarshi kremlar, ana undan keyin 20 minutdan so'ng emollient saqlovchi vositalardan foydalanadi. Bunda oziq-ovqatlar, ovqatlanish ratsioniga keladigan bo'lsak, bunda biza aynan qaysi mahsulotlardan keyingina bolada bezovtalik paydo bo'layotganligi haqida o'sha ma'lumotga ega bo'lamiz va faqatgina allergiya bergan, kasallikni qo'zg'atgan mahsulotlarnigina olib tashlaymiz. Hamma mahsulotlarni olib tashlash mumkin emas va bu davrda albatta defitsitlar bilan ham ishlashimiz, oshqozon ichi sistemasini davolashimiz, parazitlarga qarshi kurashishimiz kerak bo'ladi albatta. Keyingi davr maktab yoshidagi va o'smir vaqtdagi bolalardagi atopik dermatit. Bu davrda bolalarni boshqarish ozgina qiyinroq bo'ladi, chunki maktab sharoitida juda ham ko'p stresslarga, har xil dars vaqtida stresslarga uchrashishlari mumkin. Sport mashg'ulotlari va boshqa triggerlar rol o'ynaydi. Bunda bizning asosiy maqsadimiz triggerlardan himoya qilish, qichishishni kamaytirish, kasallikni avj olishini pasaytirish va terini elastikligini saqlash bo'ladi. Bunda parvarishlar nimadan iborat bo'ladi? Cho'milish yana haftasiga 2-3 marta, ayniqsa sport mashg'ulotlaridan keyin darrov dush qabul qilish va 3 daqiqa ichida emollient saqlovchi krem vositalaridan foydalanish hisoblanadi. Emollient kremlarini har kuni 2-3 mahal surtamiz, haftasiga 200-300 grammgacha. Bunda bolalarni o'zlariga surtishni o'rgatsak, davolash prosessi ham osonlashadi. Bundan tashqari terlashni oldini olish, hech qanaqa parfyumeriya vositalari, antibakterial gellardan, antibakterial sovunlardan saqlanib turamiz va parfyumeriya vositalaridan foydalanmaslik terlashni kamaytirishga ahamiyatimizni qaratamiz va maktab davrida bolalarni ovqatlanishiga ham juda ham katta urg'u berishimiz kerak bo'ladi. Chunki bu yoshdagi bolalar maktabda o'z xohishlari bilan har xil kimyoviy vositalarni olib, kimyoviy qo'shimcha qo'shilgan mahsulotlarni olib iste'mol qilishlari mumkin bo'ladi va bu haqida ularga chuqur ma'lumot berishimiz zarur hisoblanadi. Remissiya davriga erishsak, ya'ni kasallikni qo'zg'amagan tinch davrida hech qanaqa yallig'lanishga qarshi kremlardan foydalanmaymiz, lekin emollient kremlarni kuniga 1-2 mahal foydalanishimiz zarur bo'ladi. Bundan tashqari hech qanaqa parfyumeriya vositalaridan foydalanmaymiz va immunoglobulin G testlarini o'tkazmaslikni tavsiya etamiz. Xo'sh, bu davrda kasallikni zo'rayishi kuzatilsa nima qilinadi? Bunda albatta shifokor tomonidan buyurilgan qisqa muddatga kortikosteroid kremlardan foydalanadi. Yuz, bo'yin va skladkalarga pimecrolimusdan foydalanish mumkin bo'ladi. Agar kasallik zo'rayishi ovqat bilan bog'liq bo'lmasa, bunda qat'iy dietalar tavsiya etilmaydi. Faqatgina cheklanadi shokolad, kakao, kimyoviy vosita qo'shilgan mahsulotlar, chips, kireshka va rangli bo'yoqli ichimliklargina cheklanadi. Yodda tuting, kortikosteroid saqlovchi, ya'ni gormon saqlovchi preparatlar qisqa
qisqa muddatga shifokor tomonidan belgilansa, bu albatta xavfsiz hisoblanadi. Bu davrdagi bolalarni kasalliklarini nimalar zo'raytirishi mumkin? Maktabdagi oraliq nazoratlar, emotsional bosim, uyqusizlik. Bu holatda nima qilish kerak bo'ladi? Uyquni 8-9 soat. Maktabdan keyin albatta dam olish soati. Sport mashg'ulotlaridan keyin esa albatta dush va emollent krem tavsiya qilinadi. Kiyimlarga alohida e'tibor beramiz. Oqartirilmagan paxta matosidan tayyorlangan kiyimlar bo'lishi kerak. Hech qanaqa qo'shimcha konditsionerlar qo'shilmagan holatda gipoallergen parashoklardan foydalangan holatda kiyish mumkin va albatta yangi kiyim olganda uni avval yuvib, keyingina kiyishni tavsiya etamiz. Jun mahsulotlaridan bo'lgan, sintetik mahsulotlardan bo'lgan kiyimlar qat'iyan taqiqlanadi. Rus tilida savol tug'ilishi mumkin. Tahlillar kerak bo'ladimi? Tahlillar agar faqatgina kasallikda davo choralaridan keyin hech qanaqa natija bo'lmayapti, kasallik avj olyapti yokida tez qaytalanuvchi og'ir shaklda bo'lsa, tahlil tavsiya etamiz. Bunda umumiy immunoglobulin Y miqdori yokida spetsifik immunoglobulin Y antigenni aniqlash maqsadida. Ota-onalar uchun muhim xabar bu atopik dermatit allergik kasallik emas. Bu terini himoya qavatini kasalligi hisoblanadi. Emollent kremlar esa bu kundalik vosita hisoblanadi. Hurmatli ota-onalar, atopik dermatitga befarq bo'lmang. Bu allergik holat emas. Bu teri to'sig'i kasalligi hisoblanadi va emollent kremlar bizni kundalik dori vositalarimiz hisoblanadi. Bundan tashqari atopik dermatitda asorati bir nechta og'ir kasalliklar bilan tugashi mumkin. Shulardan bittasi bronxial astma. Sizga yuqorida berib o'tgan maslahatlarimizdan foydalaning. Ulardan kerak bo'lganda shifokorga murojaat qilishni ham unutmang. Chunki bu kasallikni asoratidan bolalarimizni himoya qilishimiz kerak. Biz bilan farzandlaringizni sog'lomlashtiring, zero orzularni sog'lom bolalar quradi.